Qonsuq tumani hududlarida keng ko'lamli tozalik va obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Barcha mahalla fuqarolar yig'inlari, korxona va tashkilotlar ushbu jarayonda faol ishtirok etishmoqda. Tuman hokimi Saidbahrom Saidmusayev boshchiligida Axlat yig'ish hududida keng qamrovli tozalash ishlari olib borildi. Maxsus texnikalar jalb qilinib, hududdagi chiqindilar to'liq olib chiqildi. Tadbir chiqindi poligonlarini boshqarish direksiyasi davlat muassasasining Farg'ona viloyati hududiy boshqarmasi ishchi xizmatchilari tomonidan amalga oshirildi. Tozalash ishlari olib borilyapti. Tashqariga chiqqan rekultivatsiya ishlari olib borilmoqda hozirgi kunda. So'x tuman hokimi ham mana o'zining boshchiligida texnikalar ajratib berilgan. Kelgusida endi Xudo xolasa bu yerga karyer ishlab chiqarish bir nimalar ochiladi. Muassasaning tuman bo'limi uchun 1 gektar yer maydoni ajratilgan bo'lib, hududni tartibga keltirish ishlari davom etmoqda. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, hudud to'liq tozalangandan so'ng chiqindilarni qabul qilish va saqlash jarayoni belgilangan tartib asosida yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, kelgusida chiqindilarni saralash va qayta ishlash nuqtalarini tashkil etish rejalashtirilgan. Tozalik bir kunlik aksiya emas, bu kundalik mas'uliyat.